500 dan ortiq mahsulotimiz Loftbekka joylashgan. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biz hozir aynan Mishari Al-Afasi do'konidamiz. Abdulloh aka, o'zingiz brendingiz haqida qisqacha ma'lumot berib keta olasizmi obunachilarimizga? Va alaykum assalom. Biz Shayx Mishari Al-Afasini shaxsiy brendlari, parfyumeriyasini O'zbekiston va SNG bo'ylab olib kirganmiz. Mishari Al-Afasi brendimizda 16 xil parfyum, 2-3 xil mushkambarlar, soch parfyumi, sprey va buxurlar mavjud. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Do'koningizni ko'rib turibman, aynan Loftbek mebellarini qilgan ekansiz. Nima sababdan Loftbek mebellarini tanladingiz? Sababi Loftbek bizning vizualimizdagi, dizaynimizga juda ham mos tushgan. Ba'zilar Loftbekdan mahsulot xarid qilgandan keyin birkalarini olib qo'yishar ekan, lekin bizga Loftbek sifati va uyg'unligi juda ham mos tushgani uchun birkasini qoldirganmiz. Qayerdan oldingizni ko'pchilik so'raydi. Shunda bemalol ko'rsatamiz Loftbekka. Nimaga Loftbek tanlaganimiz yana bitta sababi, mana oynadan bo'lgan polkalar bizga juda ham mos tushgan. Loftbek mutasaddilariga hozir ham tashakkur etaman. Mahsulotlari original va sifatli. Do'konni ochayotgan asosiy narsa mana shu Loftbek stilajlari deb bemalol ayta olaman, chunki 500 dan ortiq mahsulotimiz Loftbekka joylashgan. Inshaalloh keyinchalik yana filial qiladigan bo'lsak, xudo xolasa Loftbek bilan hamkorlikda ishlaymiz. Do'stlar, sizlarning do'koningizga ham Loft dizayndagi mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Loftbek do'koniga murojaat qilsanglar bo'ladi.